kuzatuvchilar, mana bugungi ikkinchi patsientimiz gemoroy bilan keldilar. Barcha tekshiruvlardan o'tib, hozir ham ichki ham tashqi gemoroylarni lazer operatsiya yordamida bartaraf qilamiz va xudo xolasa uyiga javob beramiz bugun. Aziz kuzatuvchilar, 1997-yil tug'ilgan patsientimiz o'sha aralash turdagi ham ichki ham tashqi gemoroy bilan kelgan. Hozir mana operatsiyaga tayyorladik, og'riqsizlantirdik va hozir lazer operatsiyamizni boshlayapmiz. Kuzatuvchilar, patsientimizni lazer operatsiyasini tugatdik. Aralash turdagi gemoroyda ham ichki ham tashqi gemoroyda 3-bosqichli qon ketish asorati bilan bo'lgan gemoroylarni barchasini lazer bilan og'riqsiz mana bartaraf qildik. Lazer operatsiyadan keyin bemorimiz mana bemalol endi uyga ketyapti. Qanday o'tdi operatsiya? Yaxshi o'tdi, hammasi joyida. To'g'risini chin yurakdan aytavering. Yaxshi o'tdi operatsiya. Og'riq sezdingizmi? Og'riq sezgandim. O'zingiz bilasiz. Yoqdimi sizga? Lazer yo'qdi. Bo'lmasa o'sha bergan tavsiyalarimga amal qilasiz, xo'pmi? Ertaga kelasiz, bir pervazka qilib sizga beramiz, yeb o'rgatamiz, bu yoqni uyda o'zingiz davom ettirasiz. Bo'pti? Sizga sog'lik, omonlik, ertalab ko'rishamiz. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga lazer operatsiyalarimizni natijalarini ko'rsatib, sizlar bilan baham ko'rib boramiz.